Pasif yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam o'g'li. 3-bab. Qur'onning Rasulullahning ufqini barpo qilishi. Qur'on muhatabida xitob qilinguchida keng doirada ufq shakllantirishni nishon qiladi. Qur'onning ufq barpo qilish nishoni ham bu dunyoni ham oxiratni o'z ichiga oladi. Vahiyning dastlab nozil bo'lgan suralardan birisi Muzammil surasi bo'lib, bu suraning başdaki oyatlarga nisbatan xeyli bir mezgil o'tgandan keyin nozil qilingan 20-oyatda Madina mezgilda ko'rilgan zakat va jihad to'g'risida bayonlar berdi. Bu mazmunlarga asosan ba'zilar bu oyatni suraning davriy orqa ko'rinishidan butunlay ayirib tashlab, Madina mezgiliga xos qiladi. Bu to'g'ri emas, albatta. Chunki zakat va jihad haqida to'xtalgan qismi u bir kuni kelib bo'ladiganligini bildi. Jumlasi bilan boshlaydi. Bu kelajakdan bir xabar va mu'minlarni yiroqni ko'ra oladigan bo'lishqa, burnining uchini ko'rmaslikka, belgilik vaqtga mahkum bo'lib qolmaslikka da'vat qilmoqda. Rum, ya'ni Rim surasi ufq insho qiladigan bir bo'lim bo'lib başlanadi. Tunji oyat Rumlarning eng yaqin joyda mag'lub bo'ladiganligi, lekin ularning bu mag'lubiyatdan keyin g'olib keladiganligidan xabar bermoqda. Qur'on mu'minlarning nazarini ufqqa og'dirishni ta'kidlagan bu xabarda shundoq ishonch bor bo'lib, ularda bu xabarning belgilik zamon ichida amalga oshadiganligini bayon qiladi. Bu 3 yil bilan 10 yil orasidagi bir zaman tilimi, ya'ni Febidisinin Makka mushriklari ittifoqdoshlari bo'lgan Sansanilarning Rimliklarni mag'lubiyatga uchratganligidan xushal bo'lmoqda va bu orqali mu'minlarga hayva qilmoqda edi. Lekin Qur'on va'da qilgan Rum zafari reallikqa chiqishi bilan bu qitim mu'minlar xushal bo'ladi. Bu bir ufq barpo qilish edi. Mu'minlarga belgilik vaqtga mahkum bo'lib qolmanglar, ufqqa qaranglar, ogohlantirish edi. Nabining ufqini vahiy shakllantirgan edi. Dastlab nozil bo'lgan suralar orasida yer olgan Duha va Inshira suralari Qur'onning Rasulullohda bir ufq shakllantirishini nishon qilganligining eng tipik o'rniki. Chashka vaqti bilan qasamki, chashka vaqti shohid bo'lsinki deb boshlangan Duha surasi. Aslida Rasululloh mundaq demakda edi. Hozir sen yashayotgan muhit zulmat bosgan qorong'u kechaga o'xshaydi. Lekin uningga parvo qilma. Quyosh chiqib tong otadi. Kechining qorong'uligiga g'arq bo'lma, petib qolma. Ufqinga chashka vaqtini yerlashtirgin. Shuni obdan bilginki, har kecha 2 kunduz orasida bo'ladi. Kechining eng qorong'u vaqti fajrga eng yaqin bo'lgan vaqtidir. Allah Rasuli Duo surasi orqali berilgan ufqqa qara uchirini oldi. Andan bu bisharatni texmi kuchlantiradigan oyatlar orqama-orqa keldi. Bargan sir yiroqlashayotgan, oqirayotgan kecha shahid bo'lsin. Oqibat sen uchun boshdan texmi xayrlik bo'ladi. Rabbing sana ato qiladi. Senmo rozi bo'lasan. Bular Rasulullohning ufqini umid bilan shakllantirgan oyatlar edi. Ufq barpo qilishni Duha surasidan keyin nozil bo'lgan Inshira surasidami ko'ramiz. Sura har qiyinchilikning 2 osonlik orasida ekanligi xabari bilan oxirlashadi. Bu har kecha 2 kunduz orasida deganda qiladi. Buning o'tmishda mushundaq bo'lganligini, kelgusidami mushundaq bo'ldiganligini bildirmoqda edi.
Vahiyning Rasulullohda ufuq barpo qilishi eng oxirida nozil bo'lgan vahiygacha davomlashdi. Ufuq barpo qilish har nozil bo'lgan sura yoki bo'lim ichiga nihoyatda ustunlik bilan yerlashtirilgan edi. Masalan, Yusuf surasi ufuq barpo qilishni maqsad qilgan bir sura edi. Qissaning qahramoni Hazrati Yusuf edi. Lekin nazil bo'lgan vaqtning qahramoni Rasululloh edi. Uningga deyilayotgan so'zlar mundaq edi. Ey Makkaning Yusufi, seni go'harning qadrini bilmaydigan qarindoshlaring bo'lgan Makkaliklar quduqqa tashlash uchun tirishayotdi. Lekin sen parvo qilma. Yusufga o'xshash sabr, sabat, g'ayrat, ilm, hikmat, ishbat, layoqat va tamkinlik bilan nishoningga qarab ilgirla. Rabbing seni Madinaga sulton qiladi. Rasululloh tunji Qur'on naslining ufqini barpo qilgan edi. Qur'on Rasulullohning ufqini barpo qilgan edi. Rasulullohmo tunji Qur'on naslining ufqini barpo qilgan. Mal, ayol, huquq, qatorliq eng ozdurg'ichi dunyolik takliflar bilan kelgan Makka kattalarga orichilik qilgan tog'isiga davosidan hargizmi voz kechmaydiganligini qat'iylik bilan aytgan edi. Besim va zulmga uchragan mu'minlarga hijrat uchun Habashistonni ko'rsatishi uning Iroqni ko'rarmanligining bir ifodasi edi. Tunji muhojirlarni Habashistonga avatganda kelgusi haqida ehtimollikni o'ylayotgan edi. Buni muhojirlarning mas'uli Jafar bi Abi Talibning qaytib kelishi haqida ching turishini, hijratdan 7 yil o'tgan va Xaybarning fatihigacha kechiktirishidan ko'rib olaymiz. Xaybar Makkaning orqa bog'chisi bo'lib, Yahudi Xaybar bilan mushrik Makka ittifoq tuzgan edi. Agar Xaybar fatih qilinmay turib, Makkaga yurish qilinsa, Xaybar orqa tarafdan hujum qiladi. Xaybar balasi dab'i qilingandan keyin Makka ittifoqdoshligidan ayrilib qoldi. Rasululloh Xaybar fatih qilingacha islom davosining mazkur rayondagi mavjudligini bexatar holga keldi deb qaramagan bo'lsa kerak. Habash muhojirlarni Xaybar fatih qilingandan keyin ondan qaytib kelishga ruxsat qildi. Muhojirlarning Habashistonda 15 yil turganligi nazarda tutilganda, Rasulullohning Habashiston plani 15 yil keyinlikni nazarda tutgan bir ufuqqa to'g'ri keladi. Xandak kuni Bazg'anning tashqi o'rilishidan chiqqan uchqun ichida son-sonlar Parislarning, Rimliklarning, Yamanning saroylarini ko'rishi mu'minlarga ufuq ko'rsatish bilan munosabatlik edi. Yana Rasulullohning shu davrning podshohlariga avatgan chaqiriqlarimi uning ufuqining naqadar kengligini ko'rsatdi. Tarix tasdiq qilgan va guvoh bo'lgan Konstantiniya, ya'ni bugungi Istanbul bir kun fath qilinadi degan payg'ambar xush bishoratimi bir ufuq barpo qilish bilan munosabatlik edi. Rasululloh yana tushimda menga ummatimning dengizda safar qilib, orollarda fatih qilganligi ko'rsatildi degan vaqtidami mu'minlarning ufuqini barpo qilayotgan edi. Hijri 28 dan iborat dastlabki mezgillarda Qibrısni fatih qilgan islom qo'shinida bir mujohid bo'lgan Jubayr bi Nufayr al-Hadrami shohid bo'lgan vaqa. Ahmad bi Hanbalning Musnad nomli asrda mundaq naql qilingan. Qibrıs orali fatih qilinganda kishilar tarqalgan bo'lsa-mu, Abu Dardaning bir xoli joyga berib yig'layotganligini ko'rdim. Uning yeniga bordim va mundaq dedim.
Саңа нем болды? Алла bu orolning fatihini müyəssər qilish bilan musulmonlarni sharaflantirgan mushundaq bir kunda sen nemishga bir chetda o'ltirib yig'laysan? Abu Darda manga: "Ey Jubayr, to'g'ri deysan. Albatta Alloh ularga sharaf va izzat ato qildi. Hukmdorlik va huquq berdi. Bu ularning Allohning amriga ching yepishqanligi natijasida vujudga chiqdi. Lekin musulmonlarning ahvolini ko'rmayaptamsan? Men ularning mushu shaklda ketaversa, Allohning amridan yiroqlashib ketishidan, bu sababdan beshiga keladigan xorliq va xo'riq qilg'ichi musibatlar sababidan yig'layapman" dedi. Abu Darda o'zidan keyin keladigan nasllarning iymoni uchun ko'z yeshi qilalig'idak bir ufuqqa ega edi. U ko'z yoshlaridan bir hassa kunimizdagi Qibris musulmonlariga tushdi. Bir tarafda o'zi uchun bo'lsa-mu yig'layolmagudak darajada o'zini unutib qolgan bizlar. Yana bir tarafda o'zidan keyin keladigan nasllar uchun ko'z yeshi qilalig'idak ufuqqa ega bo'lgan tunji Qur'on nasli. Yo'lovchi kutib turganlarning nadonligi yo'lovchini yo'ldan chiqarib tashlaydi. Sabab natija munosabatini mutlaqlashtirib etganlar yo'lovchi kutishni yo'lovchining yo'lga chiqishining o'zgarmas va mutlaq natijasi deb qaraydi. Lekin Allohning zamonga har vaqt aktiv shaklda mudaxala qilib turdiganligiga iymon etganlar o'xshash bir ufuqqa qarab nadonlik bilan yo'lovchi kutib turganlarning cho'qim yo'lovchini yo'ldan chiqarib tashlaydiganligiga iymon etdi. Biz buni birlashgan niyatlar deb ataymiz. Shuningga ishonamizki, birlashgan niyatlar birlashgan davlatlardan texmi cho'ng kuchdir. Agar qalblar o'xshash bir narsa da'vo uchun so'qsa, yo'q narsa bor, yiroq yaqin bo'ladi. Tarliqning o'rnini kengirchilik oladi, qiyin o'ng'ay, imkonsiz mumkin holga keladi. Talahuqu niyat, ya'ni niyatlarning birlashishi haqdir. Talahuqu afkar, ya'ni fikrlarning bir-biriga qo'shilishi haqdir. Ajdodlar bugun tushuncha bilimi deb atalgan narsani mana mushundaq ataydi. Niyatlar birlashgan vaqtda kuchli bo'ladi. O'xshash bir nishon da'vo atrofida jam bo'lgan niyatlar jismini harakatga keltirdi. Fikrlar bir-biriga qo'shilganda keng ommaning engiga ta'sir ko'rsatadi va cho'ng bir kuch hosil qiladi. Aql yurgizadigan qalblar o'xshash bir mehr muhabbat atrofida birlashganda yaxshi ko'rganni harakatga keltirdi. Bu xuddi kun nurining lo'pi aynakda bir yerga markazlashishiga o'xshaydi. Quyosh nurining dastasi tarqoq bo'lib, bu holatda faqat isitadi, lekin o't hosil qilolmaydi. Agar quyosh nuri bilan o't yoqmoqchi bo'lsangiz, tarqoq holatdagi nurni bir nuqtaga yig'ishingiz kerak. Mushundaq qilsangiz, isinishda qiynalgan quyosh nuridan foydalanib, o't yiqish uchun qiyinga to'xtamaydi. Bu haqiqat shoirning bir maqsad uchun so'qsi yuraklar uni top zambirakmo to'xtatolmaydi degan misrasida o'zini eng yorqin holda aks ettirmoqda. Lazer texnikasining mantiqisi mana buningdan iborat. Bu nurlarningmi xuddi jamoat bilan namozga turgan bir mu'minlar jamoatdagi o'xshash bir saf holatida zich turishidir. Tarqoq holda yetib kelgan nurlarni saf holatiga keltirgan vaqtda olmasnimi kasalligidek bir kuchga erisha olasiz. Shuningga ishonamanki, 1 milliard kishi koni tushanchisini zehnidan chiqarib tashlash niyatiga kelsa, uni qila oladi. Amallar niyatga bog'liq deyilgan payg'ambar so'zi. Qarmoqqa bir amalning qimmatining
u amalni qilg'uchining niyati bilan munosabatlik ekanligi ma'nosini bildirdi. Lekin bu Rasululloh so'zining birdan-bir ma'nosi emas. Uningdan boshqa ma'nosi bor. Ya'ni niyatlar faqat amalning yo'nalishini belgilagandan boshqa doirasi va ta'sirini o'z ichiga oladi. Sen ko'ngil bersang, umma sana ko'ngil berdi. Atomni tashkil qiluvchi zarrachalarning harakatlariga munosabatlik tadqiqotlar jarayonida tadqiqotchilar bir narsani bayqadi. Bir elektron ba'zida uzuk, ba'zida to'lqinsimon shaklda harakat qiladigan bo'lib, qaysi vaqt yoki ahvolda bu shaklda harakat qiladiganligini tadqiq qilish jarayonida bu harakatlarning nurning ta'siri bilan zich munosabatlik ekanligi bayqaldi. Bu ta'sir ko'rsatkichi bilan ta'sirga uchrag'uchi orasida munosabat borligini aniq holda o'ttirg'i chiqardi. Ya'ni ta'sirga uchrag'uchi ta'sir qilg'uchiga beqinadi. Buning zag'ri tildagi ifodasi elektron ta'sir ko'rsatkichining niyati bilan harakat qiladi. Bu natija kvantum fizikasini maydonga keltirdi. Shuning bilan qadimki Yunonistonda boshlangan Descartes'ning falsafasi bilan mustahkamlangan ikki manbachilik, ya'ni dualizm tushuncha qal'asi yiqilishga boshlagan. Zihin va modda munosabatini ayirib turgan tom o'rilgan edi. Bu natija qimmatdan ayrilgan ilm, niyatdan ayrilgan harakat, ma'nidan ayrilgan modda bo'lmaydiganligining ifodasi edi. Bu iman bilan amal, niyat bilan ibodat, din bilan dunyo, dunyo bilan oxiratning bir-biridan munosabatsiz emasligini bildiradi. Haqiqatdan, metafizikdan, ma'nidan, maqsaddan, fitratdan, abadiyatdan xoli bo'lish uchun eng oxirgi hujumga tayyorlanayotgan nigilitis, ya'ni inkarchilarni fizika taraqqiy qilib kelgan bu bosqich o'rnidan qayta turolmag'dak darajada yer bilan yakson qildi. Atomni tashkil qilg'uchi zarrachalar olamida ko'rilgan bu aktivlikni zukam virusidami ko'ramiz. Virus sana, ya'ni Misidagi bir oroldan Istanbulga kelgicha yo'lda nurg'un ta'sirga uchraydi. Tarixda yuqumliq kasalliklarning hech qanday bir madaniyatni tarix betidan o'chirib tashlaganligiga munosabatlik bir isbot yo'q. Hatto bir yuqumliq kasalning hech qachon bir shahar olisini butunlay yo'q qilganligi ko'rilmagan. Belgilik bosqichga keladi. Necha ming kishining jiniga zomin bo'ladi, lekin birdilla to'xtab qoladi. Buni tushundirish uchun o'ttirg'i qo'yilgan har qanday bir tashabbus nima uchun shu vaqtda va shu yerda savollarga qanoatlanarlik javob berishga ojizlik qiladi. Elektron, foton, ya'ni nur, psikon. Elektron elektrik o'lcham birligi bo'lib, elektrik eqim harakatlarini bildirdi. Foton nurning o'lcham birligi bo'lib, nurning harakatini bildirdi. Undaqda ong, ya'ni tafakkur sizimining o'lcham birligi nima? Buningga kvantumchilar peskon deb ism qo'ygan. Biz buni niyat parchasi deb atsaqmi bo'ladi. Asosan jonsiz mavjudiyat bor, lekin ichki saqlovchi bo'lmagan mavjudiyat yo'q. İnsan bilan shaylar orasidagi munosabat ichki saqlovchi orasidagi munosabat bo'lib, bu Allohning nima uchun zimin, osmon, oy, quyosh, zamon, makon va insonni tilga ilib qasam qilganligining javobini bizga beradi. Qasam qilingan narsalar shohid qilingan narsalar bo'lib, ichki saqlovchi bo'lmagan narsalar shohid bo'la olmaydi. Shunga yashash shohid bo'lish va shohid qilishdir. O'simliklarning insonning niyatiga shohid bo'lganligini bilamiz.
Өсімлікlerning sirliq hayoti nomli asardan bir qancha misol ko'rib baqayli. Bastar bir kuni kechda ishqi berish uchun tuxum chaqqanda jonliqdagi tuyuqsiz va vaqtliq energiya o'zgarishlarini o'lchaydigan asbob bo'lgan poligraf uskunasiga chetilgan bir o'simlikning qattiq inkas qaytarganligini ko'rdi. Ertasi kechda bu hodisa yana qayta takrorlandi. Bir tuxumning nimalarni his qila oladiganligiga qiziqqan Bastar tuxumni galvanometrga chatdi. Chetishi bilan tang har xil tajribalarni boshladi. 9 soat bo'yicha tuxumdan cho'ji to'ralmasining yurak so'qishiga o'xshab ketadigan bir aktiv harakat grafik natijasi chiqdi. U mahalla baqqalidan setib olgan tuxum mekyanga bostirilgan tuxum emas edi. Keyingi tuxumni chiqib mikroskopda tekshirganda harakat grafikining chiqishiga sababchi bo'lgan hech qanday bir fizikalik harakat omilini topolmadi. Qaraganda bilim bugungi taraqqiyot holati bilan tekshirib, izohlab kelgan usullari orqali tushuntirolmaydigan bir xil kuch sohasi bilan tanishgan edi. Keyin bir tuxumni kardiografga chetib, yana bir tuxumni laboratoriyaning yana bir chetidagi qaynoq suvga soldi. Birinchi tuxumning hamroyining o'limiga aniq bir inkas qaytarganligi bayqaldi. P. Tompkins, G. Bird, 40-bet. Pravda muxbiri V. Jartkovning qalamidan Moskva Terminzayev Tarixchilik bilimlari akademiyasining sun'iy iqlim laboratoriyasida elib berilgan bir tajriba natijasi mundaq tunishtirilgan. Arpa beg'i yıldızları issiq suvga chilanganda vaqirdi. Bu ko'z oldimda bo'ldi. O'simlikning bu cho'qani alayda va nayt sezgur bir elektronlik uskuni bilan xotirlanayotgan edi. Bu rost. Uningdan boshqa keng qog'oz ustida oyog'i uzilmagan unsiz ko'z yeshining daryodek oqqini ma'lum bo'lib turadi. Üskününün xatırlıgıcı uçi sarangladek titreydi ve arpa bexinin ölüm azabı qağazga tökülüvatdadı. Halbuki bu jarayonda kichik o'simlikka qarab turganlarning uning nima azoblarni tortayotganligini faraz qilishi imkonsiz edi. Yeşil yaproqlari hozirmi burunqidek tik va jonliq bo'lsa-mu, o'simlikning organlari o'lyapti. Ishchidagi bir xil meni hujayralari nimalarning bo'layotganligini bizga aytayotdi. 99-bet. Davomı var.